Odil Yoqubov Ulug'bek xazinasi. Roman. Yoshlar matbuoti nashriyoti. Padarkush, toju taxt, 6 oy. Nizomiy Ganjaviyning bu jumlalarini o'qigan Abdulatif nechog'lik xato qilganini anglaydi. Anglaganda ham o'zini kutayotgan fojialarni, atrofdagi sotqinlarni, xiyonatkorlarni ko'rib bilib anglaydi. Otasiyu o'z jigarlariga qilgan xunrezligi, millat ma'naviyatiga qilgan adolatsizligi ko'z oldida yaqqol namoyon bo'ladi. Ko'ngli sezgan mudhish taqdir boshida yalang'och qilich bo'lib ko'tarilganda tiliga bir kalom keladi. Gunohkor farzandingizni kechirgaysiz, buzrukvor. Ammo bu bilan na otasi, na millat va na xalqi oldida o'zini oqlay oladi. Odil Yoqubovning ushbu asari o'quvchini birdam tarix sahnasiga olib chiqadi. Yaxshilar davrasida ilm va odamiylikka, xiyonatkor amirlar qurshovida makkorlik va xudbinlikka guvoh bo'ladi. Vijdon amri va to'g'riso'zlik naqadar buyuk kuch ekanligiga amin bo'ladi. O'quvchi kitob mutolaasi davomida buyuk allomani yod etadi va uning ma'naviy merosi bugungi kungacha yetib kelishiga sababchi bo'lgan tarixiy shaxslar va voqealar bilan badiiy tasvirlarda tanishadi.